Bismillahirrohmanirrohim. Voy joning sog' bo'lsin. Bolani qarang. Boladan ko'ra men enasi ham zo'r. Bola undan zo'r ekan. Enadan ko'ra bolaga ish qo'z bo'ldi. Bu buqa ham hazil ekan, buqa cho'p qolmadi. Sanjar aka bugun 5-kun aka. Aha. 5 kunlik bo'ldi. Joning sog'. Bo'ldimi Shohjahon? Yo'q, bo'lgan yo'q. Sanjar aka paqirda bitta alishtirib olaylik aka. Sig'maydi aka. Ikkinchi paqirga ham bergancha sog'amiz, ha? Xudo xolasa. Rejistrasiya ham bir paqir bo'ladi. Buni ko'ring. Suti ham bo'lay ekan. Sap-sariq ekan. Mana. Hurmatli obunachilar, qo'roqlarni yaxshisini olaman degan obunachilarimiz bormi? Sutga ishlayman, tavsiya qiling aka. Sinaqtasi bo'lsin. Sut qaymog'ini bersin, bolasi qizig'i novvos bo'lsin. Novvos bo'lganda ham bunaqa oqtarib topolmaydigandan bo'lsin degan obunachilarimizga. Assalomu alaykum hurmatli YouTube chor va ishqibozlari, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. 2025-yil hafta kuniga chorshanba 14-may. Farg'ona viloyati Marg'ilon Qo'shtepa Soybo'yi mahallasida Shohjahon do'stimizda yaxshi ikki bosh sinaqta sigirimiz bor. Bir dona fermaga ham tushadi xoni, bir dona ro'zg'or bor. Puli yengil sigirimiz bor. Videodan uzoqlashmaysiz. Chiroyli qisqa va lo'nda sifatli ma'lumotini beramiz. Narx sifat yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar, yo'lda qilib beriladi. Shohjahon, xormay. Assalomu alaykum. Sanjar aka, charchamay kelib oldingizmi aka? Molda antikvariy-yu, ha? Xudo xolasa aka. O'zayda qarang. Hamma bo'p, hamma bo'p. Gap yo'q. Buni servantga qo'yib qo'yib erkalatib boqsa ham bo'larkanda jonavordi. Ha. Qarang, buqachani. Gap yo'q. Yo'lidami Xudo xolasa Shohjahon? Xudo xolasa har doimgidek yo'lida aka. O'tgan safar ham chiqarib, yarim soatda sotdi aka mollasi. Bularni ham yo'lida beramiz. Bularni ham yo'lida aka. Jonivor. Tirikchilik aka. Sutli mol yana ola. Bunisi 3-qoringa aka, bunisi 2-qoringa. Tishlarni ko'rib qo'yamiz. Ro'zg'or bor, ha, tishini ochib ko'rsatib aka. Ammo tutamlari ajoyib ekan, uzun-uzun. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6 ta bo'layapti ekan. Bo'ldi, gap yo'q. Ikkinchi bolasi mana shu. Yosh mol ekan. Puli ham yengilmi Xudo xolasa? Pullari arzon Sanjar. Gap yo'q. Puli arzon. Uniki ham aka Tisham va shu katta ekan-a? Tisham molni savlatiga qarang. Uchinchi bola Sanjar aka, o'zingiz xolisullo gapiring aka. Gap yo'q. Mol zo'r ekan. Olib chiqing Shohjahon. Obunachilar zeriktirib qo'ymaydi. Bittadan laykni bosib paddashi yo'q turaverasizlar. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Voy joning sog' bo'lsin. Bolani qarang. Boladan ko'ra men enasi ham zo'r. Bola undan zo'r ekan. Enadan ko'ra bolaga ish qo'z bo'ldi. Bu buqa ham hazil ekan, buqa cho'p qolmadi. Sanjar aka bugun 5-kun aka. Aha. 5 kunlik bo'ldi. Joning sog'. Xudo xolasa aka 20 taga qadayapti. 18 ta 17 ta sut sog'yapti Sanjar aka. Omad tekkiz mol ekan-a Shohjahon. Hamma yo'g'i kelgan mollar aka. Hurmatli bolasi novvos bo'lsin. Salkam 20 ta sut bersin deganlar. Bo'lari 125 ta atrofida. Bolasi buqacha. Buqani qarang. Shohjahon yerda ishdan muammo yo'qmi? Yo'q, yo'q aka. Bir hatta sinovi bor Sanjar aka. Xijolat qilmaydi. 20 tadan tevasida ham beradi Sanjar aka. Qo'shnimga xijolat, qo'shnimga tavsiya qilsam. Mana shu deparani odami bo'lsa Sanjar aka, pulidan 5 million so'm olib sinab ko'rib olsin aka. Yo'q-a? Mol shunchalik garantiya aka. Sifatga gap yo'q. Mol juda ham tekkiz mol ekan. Molni ko'rsating Sanjar aka. To'ro tutamda, to'ro oyoqda defekt yo'q. Yo'q, hech qanaqa defekti yo'q Sanjar aka. Ular ikkita boqmaydi, bitta boqadi Sanjar aka. Shohjahon yopishtirib. Bolasi bugun 5-kun Sanjar aka. Chiqarib ol sotadigan qilib bitta narx qo'yib bering Shohjahon. Yopishtirib aytaymi aka? Yopishtiring. Bomba qilib yuboring. Qo'lingizni bering aka. 33 million so'm aka. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman aka. 31 siz yomon tez sotamiz. Yo'q, unaqada jon aka. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuborasiz. Jon aka. Ama gapingiz ham to'g'ri. Bu yetik bo'g'ozi qimmat ama. Yetik bo'g'ozini. Bo'lib novvos ekan yonidagi. Novvos tayyor. 20 ta suti bor Sanjar aka. 32 ding tez yo'qotamiz mashina. Egasiga beramiz. Voy Shohjahon sizdan olib maza qilib yubordim. Do'stim, yana ikkita qilib bering deydiganlar chiqsin. 1 million. Otdim Sanjar aka. Ozgina kami bor ama. Uzoqlarga ham kelishasiz. Kelishamiz aka. Mana, hurmatli obunachilar. Tavsiya qilaman. Mol tekkiz mol ekan. Bak siz bak. Bola novvos siz novvos. Bola ham haydari 20 mol bas ekan. Allaqa novvosdan qochgan. Nomi nima edi? Belgiyskiy. Yo'q, Belgiyskiy bu qashmi? Ha, Belgiyskiy mana. Hoji akamning Instagramda million prosmotr bo'lib ketgan buqadan ekanda. Ha, Belgiyskiy buqadan qochgan. Joning sog' bo'lsin. Aloqaga chiqarasizlar, Xudo xolasa yo'lida qilib beriladi. Mana shu ham aka bugun 3-kun. Aha. Hali buni olib chiqqanim yo'q edi. Aha. Hozir mol juda tekkiz mol ekan. So'raganlarga aka sut qaymog'i zo'r aka, dimlangan yo'q. Bolasi bo'sh yuribdi. Bugun xonajin bolasi. Xonajincha. Mana. Molda qarang tekkiz degan. Bo'ylari Xudo xolasa
1.25 plus. Bugun 3-kun Sanjar aka qani chopib yugurib oldi aka o'zi. Bo'zaydi ichi zo'r a. Aka konkret, hamma yo'q, ena ham, bola ham sog'lom aka. Omma mol tekkiz mol ekan, hurmatli obunachlar. Qarang-da. Mol hali dimlangan yo'q aka. Hali so'raganlarga ishqivoziga aka sotamiz. Tayyorlaganimiz ham yo'q-da buni. Dimlamni aytib boshqa qilib. Obunachilarimizga beramiz, sog'ib ichadi. Nechta ham topingda Sanjar aka? Ochib beringchi. O'tish dahshat ekan. Yomon gap degan. 3-bolasi Sanjar aka. Shohjon sutichi nechta? Sanjar aka 14 ta 15 ta sog'ilyapti aka. O'g'izdan ajradimi? Yo'q, o'g'izdan hali ajragan yo'q. Aka bemalol aka 13 litr sutga ko'rib olaversin. Gap yo'q. Yaxshi mol ekan, tekkiz mol ekan. Oldi tekkiz, orqasi ham tekkiz. Ba'zi bir molni oldi past, ko'ti baland bo'ladi-yu. Buni orqasini qarang, orqadan ham ko'rinishi ham butun mol. Yelini nopingda, dimlangani yo'q. Ya o'zi bilinib turibdi, shalpillab yotibdi. Shalpillab, bolasi ayda bo'sh yurib, yem yuribdi. Nech pul Shohjon? Yopishtirib aytaman men aka. Ishqivoziga beramiz. Qani? Aka 28 bas, 27,5 million so'm xayrini qilib beraman aka. Qo'yib berasizlar xayrini? Qo'yib beraman aka. Gap. 27 ham deng. Yo'q, aka telefon qilishaversin. Sotib qo'yamiz, tezda sotamiz. Xo'p, deng mashina. 500 ming ag'i bag'i. Siz yangilik emas sizga. Otdim aka. Mana hurmatli obunachilar. Olinglar, maza qilinglar. Bularni aka 15 tani tevasida beradim. Bir haftalikdan o'tsin, molni charchag'i chiqsin. Menda hozir 14 ta 15 ta beryapti. Lekin mana shu molni tayyorlab ko'rsatganda vobshe bo'layim oladi ekan u. Lekin aqli yetgan olaveradi. Mol tekkiz mol ekan. Tavsiya qilasizmi deganlarga bemalol tavsiya qilaman. Kuchli mol ekan. Yuvoshligini buni ham hozir ko'rsatib beraveramiz Sanjar aka. Olib keling Shohjon. Tekkiz mol ekan jonivor. Yaxshi insonlar nasib qilsin. Qarang. 15 kunlik aka. Bo'zi molni sut qo'yiq ekanda. Molni qarang. Chehrasini qarang buni, chiroyliligini. Joni sovuy. Tutamlari qimmat sigirni tutamlari-yu Shohjon. Ha, xudo xolasa aka. Hamma ham 30-35 millionga sigir olib sog'ib ichmaydi aka. Chanishni. Hamma bo'p, hamma ham bo'p bugungacha aka. Gap yo'q. Nechta suti bor Shohjon? Sanjar aka 8 litr suti bor ekan molda. Xudo xolasa aka 7 litrga bemalol ko'rib olishaveradi. Bo'ylari bir umuman uyaltirmaydi aka. Qaymog'i bir chini. Sutli. Qaymaqli mollar, xudo xolasa. Bu molni semirtirib, yana bir 2-3 ta tug'dirib olsangiz, qarang Sanjar aka. Dala bob ekanda, shunday dalada beli yarg'amchini tashab, voy jonivor. Bo'ladi, Shohjon yerga tog'mang. Sutini qarang, qo'ying. Gap yo'q. Shohjon o'zidan ham chiroyli joyi, nechta pul endi bu? Pul arzon Sanjar aka. Nechta pul? Bugun bomba qilamiz aka, xudo xolasa. Olgan odamlar aka maza qilib, buvoq qilib sog'ib ichsin. Gapiring Shohjon. O'shanisi yetadi aka. Bo'ldi. Oldiga tumalasa hisob sotamiz. Gapiring. Yopishtirib aytaymi Sanjar aka? Hayron qolgingiz boringchi. Xo'p aka, bu 22,5 million so'm aka. Hammasi kam, telefon qilib so'rashaversin. 22 bas 21 qo'ying Shohjon. Xo'p ham deyavering. Xudo xolasa nima deydi? Kam xuram, hamisha xuram. Ya o'shanaqa-yu, biz ham olganmiz-da Sanjar aka. Chanishno. Kim beradi sizga bepul? Siz ham bozorda yurasiz, Sanjar aka bo'g'ozini bermayapti-da shularni, jon aka. Endi bo'g'oz nisbatan tayyor bolalikdan ko'ra qandaydir balandroq bo'ladi-da bozorda. Endi meni bolani ko'rib bering, sut qo'yiqlikdan 15 kunlik Sanjar. Onajini? Onajin. Onajincha. Mana bu. Shohjon, 21 qo'ying. Ro'zg'orni bemalol tebrataveradi. Ikkinchi qorin aka. Kurachlar 6-chilari endi chiqaryapti aka. 25 million, 26 millionlik sigirlarni ham bozorda ko'rib qolamiz-da, do'stlar. Ashlar ham 8 litr sut beradi-da. Ko'p videoda papal qilib aytaman-ku, har doim yuvosh aka, hozir sog'ib ko'rsatib beramiz aka. Molda narxi sut uchun bo'lmaydi deyman-ku, sifat uchun, paroda uchun. 21 qo'ying, tez sotamiz mana shu molni ham. Sizga ham emas, meniki ham emas aka, 21,5 million so'm xayrini qilib beraman aka. Dastlabkasini ham qilib beraman. Dastlabkasini ham qilib beraman. Dastlabkasi bor-da buni aka. Zo'r, kelasiz, olib kiring. Mollar sog'inni ko'ramiz endi, hurmatli obunachilar. Ammo mol chiroyli tekkiz mol ekan. Hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Bozor shamolni yuragida o'tib bor obunachilarimiz. Xudo xolasa 3 bosh sigirni ma'lumotini to'la to'kis berdik. Videolarimizda, gaplarimizda xato, kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Bir boshdan chiroyli qilib, mana shu pul yangilidan oxirgi chiqqan sigirimizdan sog'inini ko'rsatib beramiz. Kanalga mehmonlar, обязательно obuna bo'lishni unutmanglar. Birinchi sigirimiz. Ikki tomonlama yem kuraverar ekanda bu mola. Nima deyapsanmi kameraga? Gap yo'q. Do'stlar, xudo xolasa sog'ib olgandan keyin yana bir uylab ko'rsatamiz. Gap yo'q. Yuvoshligiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, birinchi sigirimizdan sog'. Bu jonivor chinadimi ham bizni ko'taraveramiz sizga yetgan. Aytdim, kami 8 ta dedim, Sanjar aka. O'zi salgan bir paqir sut berib qo'ydi. Ha, Gap yo'q. Mana.
Sutini bitta Shohjahon, qo'yilgan ko'rsatib ber, quyib bergin. Yig'ingdan hali Mashinagini ko'ring-da aka. Do'stlar, qo'ying. Yo'q. Yaxshi. Xo'p, qoraolarni ham yetib sog'inlarni ko'ramiz, xudo xolasa. Jonivorda. Semiz eti ham baland ekan. Molni o'zi ham tekis mol ekan. Xudo xolasa qatga borsa, orqasidan Xijolat qilmaydi aka, bolasi ham hali ketdi buzuq bas aka. Yap, yetsin buni ham sog'inni ko'ramiz. Bu sigirimiz ham ikki tomonlama sog'ar ekan. Jonivor. Vallahi shu yo'q ekan. Nima o'rnashda? Ko'ribsan, bir xilda effekt yo'q ekan. Mazza qilishadi aka. Gap yo'q, zo'r ekan bu. Yaxshi insonlarni. Bo'ldimi Shohjahon? Yo'q, bo'lgan yo'q. Sanjar aka paqirda bitta alishtirib olaylik aka. Sig'maydi aka. Ikkinchi paqirga ham bergancha sog'amiz, ha? Xudo xolasa. Rejissiyasi ham bir paqir. Mana to'kib olaylik-ku. Mana do'stlar, Mana aka, sutini ko'ring. suti ham bo'lay ekan. Sap-sariq ekan. Mana aka. Gap yo'q. Yana to'g'ri kelib sog'ilinaveradi. Ha aka. Oldida bir kishi turdi, Kim ayog'ini kelyapsan, bayladi. nima qilyapsan demaydi aka. Gap yo'q. Yuvoshligi besh beradi. Yedirilgan joyda turibdi aka, men dumini qimlatib bermayman, jonivor. Yaxshi. Mana ikkinchi paqirga qancha sut berarkin jonivor? Ona mol konkret ekan, yuvoshligi ham zo'r ekan. Yaxshi, olgan odam xudo xolasa jalba tushirmas ekan orqasidan. Jonivor yaxshi insonlarga nasib qilsin. Jonivor birinchi yetgan holatda qanday yeyamiz, shunday turibdi-yu. Dumini qimlatib bermadim-da. Molanchi sutga kirib qopti. Shohjahon hablari ham qaytyapti ekan sekin-sekin. Aka, mana aka 20 taga qadaydi xudo xolasa aka. Mana aka salkam yana bir paqir sut berdi mana aka. Gap yo'q. Sut qo'yilgan. Mana, hurmatli onalar. Unga sig'maydi. Mana kichkina mol. Ani quyib qo'yavering ustiga. Mana. Gap yo'q. Xo'p, uchinchi sigirimizni ham yuvashligini, to'rttamini ko'rsatib beramiz aka. Chiroyli qilib. Hurmatli obunachilar, bu qizil olamizni ham bitta sog'inni ko'ramiz. O'zi bo'sh yuribdi o'zi tayyor. Yuvashligini, sog'inlarni. Yuvashligini bir qator ko'rsatib beramiz aka. Yaxshi, gap yo'q. Tort oling. O jonivor, shovasini qarang buni. O'ta yumshoq ekan, Shohjahon. Ha. Bu tarafdagilarni ham sog'ib ko'rsatsa. Gap yo'q, mol bo'lsa shunchalik bo'ladi. Aloqa ko'rasa yo'lida qilib beriladi. Hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar, uchbosh molimizni narx sifat yoqqansa aloqa ko'rasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib beriladi. Hamma chorvasi yo'lda baraka bersin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar deb qolamiz, faqatgina keyingi syomkalarda ko'rishguncha mana molni qarang. Shovalarni qarang. Shohjahon yo'lida beramizmi? Xudo xolasa aka telefon qilishaversan aka. Qaytarish yo'q. Juplab arzon. 2 litr sut sog'ib qo'ydi, qarang. Do'stlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, savdo Shohjahon bozoringiz bersin. Xo'p, aka rahmat.